Tashqi fasadni nimadan qilgan yaxshi? Bu pishig'ishimiz ahvoli endi bo'lsa 50 yilga garantiya beriladigan fasadimiz bo'ladi. O'zbekistonda yangilik bo'ladi. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, g'ishimiz uqalanib ketdi, lekin fasadimiz qirilib ham qo'ymadi, bitta narsalar ham bo'ldi. Eng qizig'i bu suvga chidamli bo'ladi. Yozda issig'idan, qish sovuqdan hamda do'stlar eng qizig'i sho'rlaydigan, zaklaydigan joylarga bemalol qilsalar ham bo'laveradi. Обычный holatda, ya'ni do'stlar splashnoy qilib bersanlar ham do'stlar 1 kvadrat metr 35 ming so'mdan boshlab turib 40 ming so'mgacha bo'ladi. Gulli qilib bersalar ham do'stlar 1 pagonometr hamda 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak 120 ming so'mdan boshlab turib 200 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar, ya'ni usta haqqi O'zbekiston bo'ylab eng qizig'i dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa uyingizni xuddi shu ko'rinishda topshirasizlar. Ya'ni bu nima desalar do'stlar, sementovoy suvoq hamda sementovoy tiyaga deyiladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aytganimizda 50 yilgacha garantiya bersa, O'zbekiston bo'ylab xizmatlari bor. Yeb, ichish, yotoq hamma mahsulotini olib bersalar ham bo'ldi. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.